Bugun sizlarga farzandlarimiz divanlari yoniga yig'ilib ketishdan himoyalaydigan to'siq qilganimni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun uyimizga yaqin bo'lgan Do'mbrobod qurilish materiallar sotiladigan do'konlarga borib, kerakli anjomlarni sotib oldik. Bizga qalinroq, qayrilib ketmaydigan plastik turba so'ragan edik. Issiq suvni trubasi qalin bo'ladi deb maslahat berishdi. Plastik turbaning metri 9000 dan. Ularning uzunligi 4 metr bo'lar ekan. 4 ta oldik, 16 metr bo'ldi va atroflarini ulash uchun ham xil perixatniklar sotib oldik. Bittasidan 16, bittasidan 8 ta. Donasi 2000 dan. Va yana kesish uchun maxsus qaychi ham olindi. Keyingi ishimiz ularni o'lchab, divanlarimizga moslab birin-ketin kesib chiqdik. Kalta uzun qilib, har bittasini santimetrlab o'lchab. Undan keyingi ishimiz esa ularni bir-biriga ulab chiqish edi. Buning uchun esa plastik erta degan dazmoldan foydalandik. Uni xostavardan bir kunga ijaraga olib turdik. Bunaqa ishlarni albatta o'zim qilishga qiynalaman. Shuning uchun erjonim tushungan holatda yordam beradilar. Baraka topsinlar. To'g'risini aytsam, hattoki buni nomi nima deyilishini ham bilmayman. Qish deyimmi, to'siq deyimmi deb o'ylanib qoldim. Aniq nomini bilmasam-da, tasavvurimdagi narsalarni qilib ko'rish va o'zim yaratgan narsalardan zavq olish menga juda ham yoqadi. Taxminan mana shunday holatda bo'ladi. Bu bolalarni dumalab yerga tushib ketishidan himoyalaydi. Sizga yoqdimi? Mana shu ikkita divan uchun qilgan to'siq bizga 200 ming so'mga tushdi. Xohlasangiz, rishotkachalar ustiga chexol tikib qo'yishingiz ham mumkin, lekin men buni qilib o'tirmadim. Undoq ham yaxshi deb hisoblayman. Nima deysizlar? 200 ming so'mga arziydimi? Fikrlarini izohlarda qoldiringlar. Ha, aytgancha, menga obuna bo'lib qo'yishni unutib qo'ymadingizmi? Bilasiz-a? Keyin bunaqa foydali blokni yo'qotib qo'yishingiz mumkin.